Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, bugun o'z ustida ishlash foydalari to'g'risida gaplashamiz. Ya'niki o'zingizni o'zgartirishingiz, kuchli bo'lishingiz, sog'lom bo'lishingiz, bu hammasi o'z qo'lingizda. Ya'ni chekkadan kimdir kelib, sizni kuchli qilib qo'ymaydi. Siz zararli odatingizni kimdir chekkadan kelib o'zgartirmaydi. Qo'rquvlaringizni, xavotirlaringizni boshqa bir inson yo'qota olmaydi. Buni faqat o'zingiz qila olasiz. Shuning uchun o'z ustida ishlash kerakligini chuqur anglab yetish kerak. Anglab yetish nima degani? Ya'ni harakatga kirishish. Har kuni shu qaysidir bir kamchiligimizni yo'qotishimiz kerak. Kuchli tarafimizni o'stirishimiz kerak. Nimadir hayotimizda o'zgarish kerak. Ya'ni kechagi insondan bugun siz sal kuchliroq, sal aqlliroq bo'lishingiz kerak. Sal tepaga ko'tarilishingiz kerak. Har kuni ozgina-ozgindan bir qadamdan tashab maqsadingiz sari oxiri yetib borasiz. Ya'ni ko'pchilik birdaniga xohlaydi. Ya'ni birdaniga o'zgarib qolsa. Shuning uchun aldanadi ko'pincha. Shuning uchun unga buni qilish iloji yo'q tuyuladi. Buni hammasi illyuziya, ya'ni inson qachon yutqizadi hayotda? Qachonki u illyuziyalarga ishonsa. Agar real hayotga qaraydigan bo'lsa, hayotni obyektiv ko'radigan bo'lsa, bunaqada oson, ya'ni to'g'ri baholaydi hamma narsani va qilish kerak bo'lgan ishlarni har kuni qilib, maqsadiga yetib kelganini o'zi hatto sezmay qoladi. Shuning uchun har birimiz to'g'ri baholay bilishimiz kerak. Vaziyatda bugun o'zimiz nimaga qodirligimizni, nimaga qodir emasligimizni, qayerda kamchiliklarimiz bor, hammasini aniq-tiniq bilishimiz kerak. Aniq planimiz, rejamiz bo'lishi kerak. Shu bo'yicha ishlab o'zimizni sekin-astalik bilan rivojlantirib, kuchli insonga aylantirib boraverishimiz kerak. Kuchli shaxsga, kuchli spetsialistga o'zingiz sohangizda salomatligingizga juda kuchli e'tibor berishingiz kerak. O'sha eng yomon odatlardan biri, o'ziga zarar yetkazuvchi odatlarimiz ko'p. Shulardan biri vaqtida uxlamaslik, vaqtida dam olmaslik, endi moliyaviy muammolarni yechaman deb o'ziga maksimal zarar yetkazadi. Ya'ni kamroq uxlasam, keyin shanba uxlab olaman deb, hozir ko'proq bosib ishlashim kerak deb o'ylaydi. Bu mif, ya'ni spetsialistlarning aytishi bo'yicha, mutaxassislarning aytishi bo'yicha o'sha charchoqni yo'qotmoqchi bo'ladi ko'pchilik. Endi shanba oddix kuni sal ko'proq uxlab, bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz o'zingizni taningizdan qarzdor bo'lib qolasiz. O'sha dam olish bo'yicha 8 soat o'rniga kimdir 4 soat uxlasa, o'sha 8 soat muhim bo'lsa, har kun 4 soatdan qarz bo'lib boryapsiz. Endi buni joyiga qo'yib qo'yish uchun buzilgandan keyin siz hammasini joyiga qo'yguncha yarim yil mehnat qilishingiz kerak. Tasavvur qiling. Haqiqiy mutaxassis shu gap aytayapti. Ya'ni shanba oddix kun sal ko'proq uxlagani foydasiz. Ya'ni organizmda o'sha o'zgarishlar boshlanadi. Kasallik sari qadam tashab qo'yasiz, o'zingiz bilmagan holatda. Mana bizga ko'plab keladigan o'quvchilar shu kurslarga yozilganda birinchi seziladigan narsa bu hammada kuchli charchoq. Ya'ni bo'shashish mashqi bu kanalda turibdi, ko'pchilik qilsanglar bo'ladi. Juda katta foydasini ko'rishdi. Bo'shashish mashqini qilayotganda shu uyqu boshishi, shu mashqni qilish davomida uxlab qolishligi, buni hammasi nimadan darak beradi? Juda ham kuchli charchoq yig'ilib ketgan. O'sha charchoqni his qilishni boshlashadi. Voy, men cho'tib faqat uxlagim kelyapti, turgan joyimda uxlagim kelyapti deyshadi. Bekorga emasda, o'sha yig'ilib ketgan. Siz shu vaqtgacha his qilmagansiz. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, o'qishim kerak deb yuguravergansiz. Kechalar TikTokda, Instagramda o'tirgansiz. Va mana oqibat endi o'sha his qildirib berganimizdan keyin, bor real muammoni ko'rgandan keyin o'sha tanada akasi uxlagim kelayotgan ekan. Ko'zim yumilib ketayotgan ekan. Ya'ni tiklanish kerak.
juda katta bizni o'zimizga zarar yetkazamiz. O'zimizni tushunmasak, o'zimizni tanamizni his qilmasak. Shuning uchun albatta inson o'zini o'rganish kerak. O'zini tanasini, tilini tushunish kerak. Har bitta bergan signaliga juda bir e'tibor bilan qarash kerak-da. O'sha vaqtida uxlab, vaqtida hamma qilinishi kerak bo'lgan ishlarni qilsa, hammasidan qizig'i shoshmasdan ham, ya'ni prosta samaradorlikni oshirish kerak. Ya'ni qilgan ishingizdan ko'proq foyda bo'lsin. Shu holatga kelganingizdan keyin kamroq ishlab, stress kamroq bo'ladi va o'zingizdan nihoyatda bir ko'p natijalarga chiqishni boshlaysiz. Mana shu taraflarga nihoyatda bir e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ya'ni hech kim buni chekkadan kelib o'rgata olmaydi, o'zingiz qiziqmasangiz. Aytsa ham eshitmas ekan ko'pchilik. Shuning uchun o'z ustingizda doim ishlang, o'zingiz tanangizga e'tiborli bo'ling. Nimani xohlayapti? Dam olish xohlayaptimi? Prosta o'sha dam olishga imkoniyat bering. Siz yutqizmaysiz, hammasidan qizig'i. Yutasiz. Tana kuchi yig'ib olgandan keyin, mana bizda juda ko'p bo'ldi bu holatlar. Kuchli g'ayrat paydo bo'lgandan keyin, ishtiyoq paydo bo'lgandan keyin haligi ko'p muammolarni o'ynab kulib ko'pchilik o'quvchilarimiz yechib tashlashni boshlashdi. Ya'ni kuch bor, g'ayrat bor. G'ayratli insonda energiya ko'p. Dunyodagi barchalik muvaffaqiyatga erishgan insonlarni qaranglar, ularni birlashtirib turadigan narsa ularda nihoyatda energiya ko'p. Ko'pchiligida. Ya'ni noldan ko'tarilgan insonlarda ayniqsa shunda bilinib turadi. Endi mana bu insonda charchoq yig'ilib ketadigan bo'lsa, charchoq kuchli bo'lgan insonda ko'pincha omad kelmaydi uni. O'zi ham tushunmaydi. Ya'ni uni haqiqiy orzusi shu yotib dam olish. Nimani tortib olamiz oxir oqibat? Tana ko'p marta egasiga aytadi, "Ke, damingni olgin, ke ozgina menga qayta tiklanishga fursat bergin" deydi. Lekin egasi shu stressda yurgani uchun xavotirlari doim fikrlarni to'xtatmaydi. Ya'ni fikrni to'xtatishni ham o'rganib olish kerak. Bu uni qiyin ish emas. Ozgina mashq, ozgina e'tibor, ozgina bir intiluvchanlik va shu narsaga erishsa bo'ladi. Ko'p o'ylagan insonni ko'p resurslar prosta yonib ketaveradi. Shuning uchun kuchsiz bo'lib qolaveradi, charchoq kuchli bo'laveradi, ko'p narsaga erisha olmaydi, energiyasi yetmaydi. Hech narsa qila olmayapman deb yana battar ezilaveradi. Shu kurukdan ketishaveradi. Doim harakat qiling, o'zingizni tushunishga, tanangizni tushunishga. Shunda yutasiz. Ya'ni bu qiyin ish emas, lekin bitta narsasi borki, bir kunlik ish emas. Ya'ni juda ko'pchilik shu natijaga chiqqan shogirdlar oxirgi anglashi mana nihoyatda bo'lishmoqchi edim. Men o'ylovdimki, shu bir oyda bo'lib qoladi deb. Reallikda unaqa bo'lmadi deyishyapti-da. Ya'ni haqiqiy reallik shu ekanki, vaqt kerak ekan haqiqatdan. Sistemli, tizimli shug'ullangandan keyin oradan 1 yil o'tyapti, hayot 180 gradusga o'zgaryapti. Raketa bo'lib uchyapmiz deyapti. Lekin vaqt ketdi. Kimgadir 1,5 yil vaqt ketdi. Men kanaldan turib buni ko'p marta aytganman. Lekin be'tiborlik kuchli, ya'ni ego kuchli bo'lsa faqat o'zini xohishida qolaveradi. Subyektiv fikr bilan, ya'ni shaxsiy fikr bilan yuraveradi, u o'zgarmaydi. Va endi hayotida shu eski fikrda qolgandan keyin, eskicha fikrlagandan keyin, eskicha harakat qilgandan keyin yangi rezultat chiqishi mumkin emas. Endi hamma narsani o'zgartiradigan bo'lsa, ana unda hayot o'zgaradi. Mana ko'pchilik o'quvchilarimiz aytayapti, ha, haqiqatdan hayotni o'zgartirsa bo'lar ekan. Natijaga chiqsa bo'lar ekan. Iloji bor ekan. Men har doim aytaman, natija kanaliga bekorga men tilga olmayman ko'p bora. Bu master klasslar, ya'ni uje natijaga chiqqan insonlar, ularning fikrini anglashga harakat qiling. Ulardek fikrlashni o'rganing. Shunda sizlar ham xuddi shunaqa natijaga chiqasizlar. Ya'ni g'oliblarning fikrlashini qo'yibmiz. G'oliblarning gapini qo'yibmiz.
ular natija olgan insonlar. Ular qilgan ishni qilib, siz ham xuddi shu natijaga chiqishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa sir yo'q, hech qanaqa bir magiya yo'q. Bu yerda mantiq bor. Fikrlashimizni o'zgartirishimiz kerak, o'zimizni o'rganishimiz kerak, o'zimizni tushunishimiz kerak, o'zimizga maksimal foyda keltirishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Har kuni o'zingizga foyda keltiraversangiz, foyda keltiradigan ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, ko'rasizki, hayotingizda juda ko'p narsa o'zgarib ketadi. Boshqachasiga iloji yo'q. Agar kimdir o'zi bilan shug'ullanmasdan o'ziga zarar keltirayotgan bo'lsa, siz o'zingiz bilan shug'ullanib, o'sha stressni yengib chiqing. Nega deganda, hayotni ko'ryapsizlar, juda tezlik bilan o'zgaryapti. Konkurensiya kuchayadi, yana qanaqadir nimalardir o'zgarishlar bo'ladi hayotda. Tayyor emas insonlarga bu stress beradi. Stress insonni oxir-oqibat yiqitadi. Shuning uchun stressga ustuvchi bo'lish kerak. Ya'ni stressni yenga biladigan insonga o'zingizni aylantiring. Yengil qabul qiladigan, yengil shuni vaziyatga qarab, vaziyatdan chiqib ketadigan insonga aylaning. Bu sizga nihoyatda bir manfaatli bo'ladi, nihoyatda bir foydali bo'ladi. Hayotingizda ko'p yutuqlar bo'ladi. Buni birontasi insonga zarar keltirmaydi. Shuning uchun doim o'z ustingizda ishlashga harakat qiling. Ertalab chiqib toza havoda shug'ullansangiz bo'ladi, yursangiz bo'ladi. Har doim maslahat beraman. Har doim harakatda bo'ling. Doim pozitivda bo'ling. Pessimizmdan hech qanaqa foyda yo'q, faqat zarar. Shuning uchun doim kulib yurishni, doim yaxshi kayfiyatda bo'lishni o'rganib oling. Sizga bu nihoyatda katta foyda keltiradi. Kanalimizda qoling, yana ko'p darslar qo'yishga harakat qilaman. Hammalarga ajoyib kayfiyat tilayman.